Tarix 1258-yil 13-fevralni ko'rsatgan paytda Abbosiy xalifasi El-Mustasimning 36 yillik hukmronligiga guvoh bo'lgan o'sha ulug'vor saroyda birdaniga suv tovushlari to'xtadi. Oltin zallarni bezab turgan favvoralarning jim bo'lishi yaqinlashayotgan falokatning ilk xabarchisi edi. Bag'dod, donishmandlik poytaxti. Dunyoning eng katta kutubxonasiga yetish uchun sahrolar va dengizlarni kesib o'tgan olimlar to'planadigan, suv barakasi oqib yotgan bu shaharda favvoralarning sababsiz qurib qolishi yaxshi alomat emasdi. Bu sukunat bitta haqiqatni hayqirardi. Oxir yaqin edi. Chunki saroy devorlarining narigi tomonida ufq chizig'i Mo'g'ul qo'shini tomonidan yopilgan edi. Dasht bag'ridan otilib chiqqan 100 minglab jangchilar go'yo otliq dengiz kabi shaharni qurshab olgan edi. Bu qo'shin na shaharsozlikni, na falsafani, na kitobni tushunardi. Ular faqat bitta tilni bilardi. Fath. Endi esa 8 asr davomida tik turgan bir sivilizatsiyani tarix sahnasidan o'chirish uchun atigi bir necha kunlari qolgan edi. Ammo dunyoni larzaga soladigan voqea Bag'dodning qulashining o'zi emasdi. Asl dahshat shahar darvozalari sindirilgandan keyin boshlanardi. Xalifaga, uning rafiqasiga, o'g'illariga va qizlariga ravo ko'rilgan muomala insoniyat tarixida qora dog' bo'lib qolardi. Mo'g'ullar faqat o'ldirishni emas, yo'q qilishni va ibrat bo'ladigan dahshatli manzara yaratishni maqsad qilgan edilar. El-Mustasimning oilasiga qilganlari shu qadar vahshiy ediki, voqealarga bevosita guvoh bo'lgan Fors tarixchilari ham ko'rganlarini yozishga jur'at eta olmadilar. Bugun esa biz o'sha yopilgan tarixiy qorong'ulik yo'laklarini kavlayapmiz. Bo'rondan qochgan venetsiyalik savdogarlarning titroq qo'l bilan yozgan maktublari, Mo'g'ul harbiy yozuvlari va chang bosgan Fors qo'lyozmalari, har bir hujjat singan oynaning bo'lagi kabi haqiqatni aks ettiradi. Endi o'sha bo'laklarni birlashtirib, unutilgan voqeani yuzaga chiqaramiz. Shunday ekan, aqlan Bag'dodga qaytaylik, chunki darvozalar hozir sindirilish arafasida. Oldimizdagi 7 kun ichida yuz beradigan voqealar islom dunyosining taqdirini qaytarib bo'lmas darajada o'zgartiradi. Bu vayronani to'liq tushunish uchun voqealar markazidagi shaxsni bilish kerak. El-Mustasim oddiy hukmdor emas edi. U yer yuzida qo'shtirnoq ichida Allohning soyasi sanalgan xalifa, payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallamning vorisi va bir zamonlar Ispaniyadan Hindistongacha cho'zilgan ulkan imperiyaning rahbari edi. 800 yil davom etgan Abbosiylar sulolasining 37-xalifasi. Ammo sulola qarib qolgan, o'ziga bo'lgan ishonch esa kibrga aylangan edi. Zaif xarakterli, hashamatga o'ch El-Mustasim atrofini faqat o'zi eshitishni istagan gaplarni aytadigan laganbardorlar bilan to'ldirgan edi. U unvonlari va an'analari uni har qanday xavfdan himoya qiladi deb ishonardi. Mo'g'ullar Bag'dod darvozalariga kelganda ham u hayoti davomida qilgan xatosini takrorladi. Dunyo uning irodasiga bo'ysunadi deb o'yladi. Hech kim xalifalik maqomiga hujum qilishga jur'at eta olmaydi deb ishonardi. Ammo u qattiq adashgan edi. Uning qarshisidagi qo'shinga Chingizxonning nabirasi Xulagu boshchilik qilardi. Ular Bag'dod devorlari ostiga kelganda oddiy qo'shin emas, yo'lida uchragan hamma narsani yanchib o'tuvchi tabiiy ofatga o'xshab ketgan edilar. Eron hududida 40 dan ortiq shaharni xaritadan o'chirgan, o'zidan 10 baravar katta qo'shinlarni tormor qilgan edilar. O'tgan joylarida daryolarni qon rangiga bo'yagan,
kesilgan boshlari bilan ogohlantiruvchi minoralar qurishgan. Endi esa dunyoning eng boy shahri ularning oyoqlari ostida edi. Xulagu xalifaga shunday aniq va shafqatsiz xabar yubordi. Taslim bo'lsang, joning saqlanadi. Qarshilik qilsang, shahring kul bo'ladi. Saroylaring yonadi. Oilang azob chekadi va noming tarixdan o'chadi. Xatni o'qigan Mustasim kuldi. Saroy ayonlarini to'plab, bu vahshiylar kim bilan raqs tushayotganini bilmaydi. Men xalifaman. Xudo meni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi, dedi. Ammo taqdir boshqacha edi. 1258-yil 29-yanvarda Mo'g'ul hujumi boshlandi. Bu oddiy qamal emas edi. Mo'g'ullar nafaqat kuch, balki xitoylik muhandislar olib kelgan porox texnologiyasi, portlovchi moddalar va bag'dodliklar ilgari ko'rmagan qamal mashinalariga ega edilar. Kecha kunduz devorlar urildi. Osmon larzaga keldi. Minoralar birin-ketin qulab tushdi. Himoyachilar jasur bo'lsa ham, o'ldirishni san'at darajasiga yetkazgan dushman qarshisida ojiz edi. Bag'dod minglab yaralardan qon ketayotgan tanadek holda edi. 5-fevral devorlarda yoriqlar ochildi. 10 kun ichida qarshilik butunlay sindi. 13-fevral Xulagu Abbosiylar taxt xonasida turardi. Bir vaqtlar o'zini daxlsiz deb bilgan xalifa endi yirtiq oltin jubbasi ichida, sarig'i yerga uloqtirilgan holda, chang ichida tiz cho'kkan edi. Ilohiy himoya qalqoni ko'tarilgan, ortda qo'rqib qolgan oddiy bir inson qolgan edi. Mustasim shafqat so'rardi. Xulagu esa ovchi tuzoqqa tushgan o'ljaga qanday qarasa, shunday sovuq qiziqish bilan qarardi. Tarixchi Reshududdin yozadi. Xulagu so'radi. Xudoying hozir qayerda? Xalifaning lablari qimirlagan, ammo ovoz chiqmagan. Xulagu kuldi. Modomiki oltinni juda yaxshi ko'rarding, ko'raylikchi, oltin qorningni to'ydirarmikan? Shundan so'ng tarixdagi eng sharmandali sahnalardan biri boshlandi. Mo'g'ullar imperiya asrlar davomida to'plagan xazinani, oltinlarni, javohirlarni va muqaddas omonatlarni taxt xonasiga uyib tashladilar. Bu boylik tog'ini Mustasimning oldiga yoyib, uni shularni yeyishga majbur qildilar. Xalifaning og'zi oltin bilan to'ldirildi. Kumush tangalar tishlari orasida ezildi. Metal tomog'ini kuydirar, tishlari sinar. Tanasi bu qiynoqqa qarshi kurashar ekan, u Mo'g'ullarning kulgisi ostida ingrar edi. Qarshilik qilganda esa yutmaguncha kaltaklanardi. Soatlar davom etgan bu azobda xalifaning hushidan ketishiga yoki o'lishiga ruxsat berilmadi. Qorni shishib, ichki a'zolari ezilgan bo'lsa ham, hali ularning ishi tugamagan edi. Chunki bu faqat boshlanishi edi. Xulagu qirollik oilasini huzuriga keltirishni buyurdi. Mustasimning 3 o'g'li va 4 qizi bor edi. Birinchi bo'lib 27 yoshli katta qizi, zakovati va latofati bilan tanilgan Malika Fotima olib kelindi. U 5 tilni bilgan, falsafadan tahsil olgan, she'rlari mashhur bo'lgan ayol edi. Ilmga ishonib ulg'aygan edi. Endi esa otasining oldida tiz cho'ktirildi. Mo'g'ul odatlariga ko'ra, oliy nasl asirlar uchun alohida muomala bor edi. Bu rahm emas, balki ochiq tahqir edi. Xulagu Malikaning kiyimlarini yechtirishni buyurdi. U qarshilik ko'rsatdi, ammo askarlar kiyimlarini yirtib tashladilar. Tarixchi Reshududdin yillar o'tib ham bu voqeani yozishga qiynalib,
faqat shuni qayd etadi: unga qilingan ishlar otasining ko'z o'ngida yuz berdi. Tugagach, u endi tirik emas edi. Boshqa manbalarda esa u otasi tomosha qilishga majbur etilgan holda tahqirlanib o'ldirilgani, jasadi saroy tashqarisiga tashlangani aytiladi. Shoira, malika, ilm ayoli bosqinchilar uchun faqat o'lja edi. So'ng navbat o'g'illariga keldi. 23 yoshli Muborak, 21 yoshli Ahmad va atiga 14 yoshli Ali qon va o'lim hidi anqib turgan xonaga olib kelindi. Ular kechagacha imperiya vorislari edi. Bugun esa zanjirda turardi. Xulagu ularni qassob qurbonlariga qaragandek kuzatdi va yana so'radi: xudoyinglar hozir qayerda? Shahzoda Muborak jur'at bilan: Alloh sizni buning uchun jazolaydi, dedi. Xulagu bosh irg'ab buyruq berdi. Mo'g'ul e'tiqodiga ko'ra, asl qon yerga to'kilmasligi kerak. Shu sababli ularni qon chiqarmay o'ldirish usuli tanlandi. Gilam usuli. Ular qalin gilamlarga qattiq o'raldi. Nafas olish imkonsiz bo'ldi. Ustidan mo'g'ul otliqlari bir necha bor bosib o'tdi. Suyaklar tovon ostida maydalanish ovozi eshitildi. Qichqiriqlar asta-sekin so'ndi. Xalifa muzdek qotib o'tirar, bir so'z ayta olmas edi. Oldinda 25 yoshli Zaynab, 20 yoshli Qodiya va 12 yoshli Oysha qolgan edi. Xulagu ular uchun o'limni oson qutulish deb bildi. Mo'g'ul urfida yuqori martabali ayollar ko'pincha o'ldirilmas, generallarga berilardi. Zaynab va Qodiya mo'g'ul qo'mondonlariga berildi. O'z yurtidan minglab kilometr uzoqqa, dashtlarga olib ketildi. Ismlari yo'qoldi, tarixdan o'chib ketdilar. Kichkina Oysha esa Xulagu yonida saqlandi. Ramz sifatida unga mo'g'ul kiyimlari kiydirildi, tili unuttirildi. Yillar o'tib bir tarixchi Tabrizda o'zini Abbosiy malikasi deb aytgan qari ayol haqida yozadi. U faqat o'sha kechani eslab qolgan edi. Ilmustasim hali tirik edi. Xulagu yakunni marosim qilishni istadi. Xalifa ham o'g'illaridek gilamga o'raldi. Ustiga yog'och maydoncha qurildi. Xulagu va generallari uning ustida g'alaba ziyofati qildilar. U pastda asta-sekin bo'g'ilib o'layotgan edi. Tongda gilam ochildi. Xalifaning yuzi ko'karib ketgan, ko'zlari ochiq qolgan edi. Qon yo'q, faqat bo'g'ilish izlari. Shu bilan 800 yillik Abbosiylar sulolasi bir hafta ichida tugadi. Ammo dahshat saroy devorlari bilan tugamadi. Bag'dod endi himoyasiz edi. Mo'g'ullar quruq o'tlarni yondirgan olov kabi shahar bo'ylab tarqaldi. Qatliam to'xtovsiz davom etdi. Olim, savdogar, ayol, bola, imom yoki tilanchi farq qilinmadi. Mahallalar soatlar ichida yo'q qilindi. Ko'chalarda jasadlar shu qadar ko'paydiki, otlar o'ta olmay qoldi. Taxminlarga ko'ra, qariyb 1 millionga yaqin inson qilichdan o'tkazildi. Dunyoning eng yorqin tafakkurlari yashagan shahar cheksiz qabristonga aylandi. Navbat islom olamining faxri bo'lgan afsonaviy ilm markaziga, Bayt al-Hikmaga keldi. Dunyoda tengi yo'q qo'lyozmalar, ilmiy asarlar yoqib yuborildi yoki Dajla daryosiga uloqtirildi. Dajla daryosi avval siyoh rangida, keyin qon rangida oqdi. Olim Ibn al-Fuvati ismli kishi quduqqa yashirinib omon qoldi.
kunlar o'tib tashqariga chiqqanda ko'rgan manzarasini shunday tasvirlaydi. 3 kun quduqda yashirindim. Chiqib qarasam, shahar o'lgan edi. Ko'chalar jasadlar bilan to'la edi. Havoda o'lim hidi bor edi. Ko'mishga odam qolmagani uchun itlar jasadlarini yeb yurardi. O'z shahringda yurib, faqat pashsha g'uvillashi va uzoqdagi qichqiriqlarni eshitishni tasavvur qiling. Bir sivilizatsiya nafaqat odamlari, balki xotirasi, san'ati, orzulari va kitoblarini ham shamolda sovurilgan kul kabi yo'qotdi. Mo'g'ul imperiyasi yana 150 yil hukm surdi. Keng yerlarni egalladi. Ammo ular zabt eta olmagan yagona narsa xotira edi. Bag'dod qulagan bo'lsa ham, xalifaning oilasiga qilinganlar unutilmadi. Omon qolganlar bu voqealarni pichirlab avloddan avlodga yetkazdilar. Asrlar o'tib bu pichirlar bizgacha yetib keldi. Bularni aytishdan maqsad yarani tirnash emas, balki ayrim haqiqatlar shunchalik dahshatliki, ularni unutish mumkin emasligidir. Chunki unutganimizda tarix takrorlanadi. Raqamlar his qilmaydi. Bag'dodning qulashi deyilganda odatda shular esga olinadi. 1 million o'lim, yoqilgan kutubxona. Lekin raqamlar azob chekmaydi. Raqamlar iltijo qilmaydi. Raqamlar qiyomat boshlanishidan 5 daqiqa oldin tirik bo'lish nimani anglatishini bilmaydi. Bir sivilizatsiyaning oxiri bitta lahza emas, u tuzatilmas sinishlar zanjiridir. Xalifa o'lgach, qotillik yanada osonlashdi. Endi qo'shtirnoq ichidagi Xudoning vakili ham, muqaddas to'siq ham yo'q edi. Shahar egasiz qoldi. Mo'g'ullar metodik hosil o'rimidek uyma-uy yurdi. Yashiringanlar topildi, qochganlar ovlandi, masjidlarga panoh topganlar ibodat vaqtida o'ldirildi. 3-kunga kelib quyosh ostida qolgan go'sht hidi butun shaharni qoplagan edi. Faqat oddiy xalq emas, ilm egalari ham nishon edi. Tabiblar, falakshunoslar, matematiklar mo'g'ullar uchun boylik emas, tahdid edi. Chunki bilim kuch demakdir. Ularning maqsadi esa boshqarish emas, tugatish edi. Hikmat uyi kunlar davomida yondi. Yunon, Fors, Hind ilmlari tarjimalari savodsiz askarlar qo'lida yo'q qilindi. Dajla daryosi kitob sahifalari bilan to'silib qoldi. Bir rivoyatda aytilishicha, bir mo'g'ul askari suv bosgan hovlida otini haydab ketayotganda oyog'iga o'ralgan qo'lyozmalarni ko'rib, "Qaranglar, suv ham bizdan saboq olishga harakat qilyapti", deb kulgan emish. Bu hazil emas, insonlikdan chiqib ketgan bosqinchining o'zini oqlash usuli edi. 7-kun oxirida Bag'dod shahar emas, ulkan qabriston edi. Devorlar turar, lekin hayot yo'q edi. Bozorlar vayron, kanallar jasadlar bilan to'lgan. Azon ovozi ham, kitob sahifasi shovqini ham qolmadi. Mo'g'ullar shaharni qayta qurmadilar, u yerda qolmadilar. Yoqqanlar, talaganlar va ketganlar. Bag'dod xaritada qonli undov belgisi ogohlantirish edi. Bu taktika ishladi. Yaqin Sharqdagi boshqa hukmdorlar qo'rquvdan, urushmasdan taslim bo'ldilar. Ammo dunyo o'sha saroy sahnasini, xalifaning oltin bilan bo'g'ilishini, malikaning yo'q qilinishini, shahzodalarning gilamga o'ralishini gapirishda davom etdi. Bu voqealar la'nat kabi pichirlandi. Agar bilim yuragi bo'lgan Bag'dodga bular bo'lgan bo'lsa, hech yer xavfsiz emas edi. Islomning oltin davri bir kechada tugamadi, lekin markaz siljidi. Qohira, Damashq, Samarqand,
dunyo aylanishda davom etdi. Lekin endi unda chuqur yara izi bor edi. Bag'doddan omon qolganlar dunyo bo'ylab tarqaldi. Kechalari bolalariga ko'rganlarini aytib berdilar. Mo'g'ullar binolarni qulatdi, kitoblarni yoqdi, naslarini quritdi. Lekin xotirani o'chira olmadi. Vaqt o'tib Mo'g'ul imperiyasi ham parchalanib ketdi. Buyuk xonlar bir-biriga qarshi urushdi. Ammo Bag'dod ramz bo'lib qoldi. Kibr falokat chaqirishining isboti sifatida. Mustasim unvoni uni o'lmas qiladi deb o'ylagan edi. Ammo haqiqatdan uzoq ishonch ko'rlikdan farq qilmaydi. Hech bir sivilizatsiya qanchalik boy va bilimli bo'lmasin, qulashdan himoyalanmagan. O'sha jim bo'lib qolgan favvoralarni eslang. Falokatlar ko'pincha qichqiriq bilan emas, sukunat bilan boshlanadi. Biz insoniyat tarixidagi eng qorong'u haftalardan birini ko'rdik. Bu hikoya shuni ko'rsatadiki, cheksiz kuch qo'lga tushganda inson juda shafqatsiz bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun bu haqiqat yana jimlik orasida yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymang. Chunki biz unutgan paytimizda tarix shunchaki o'tmishda qolib ketmaydi. U yashiringan joyidan qaytib chiqadi va yana takrorlanadi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi ajoyib va foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha